Assalomu alaykum, hurmatli жылқы sevuvchilar, hurmatli uloq sevuvchilar. Men sizlarga bugun Jag'noqatdagi Xitoy jana qulunlarni sizlarga tortib ko'rsataman. Bo'g'a bo'lgan joylarda. Oldindan sizlar bizning kanalda ko'rib bayqab turingizlar. Bugun 3-noyabr 2021-yil. Mana ochiq ay. Qaysi bo'g'a bo'ldi aka? Yana ikkitasidan bilsam bo'lsa, menda bordi, qo'rqni o'rnatdi. Ber. Qaysi bo'g'a bo'ldi? Malmi? Qancha bo'ldi? 90 ming so'm. 90 ming so'm bo'ldi degan. Ber. Hey, vada hesaplayın arabayı bir yerlerden 60 mı 70 mi yetmez. Bir yayın 90 200 kilo yük. Ona gel. Bir. Ha, sen halı söyle. O bitmez. Semiz beken de. Ha, 60 tane şuna. Mana men sal nima olsun-da. 90 ming ko'targan 500. Mana gel. 90 ming so'm bo'ldi. Bermaydi. Beni. Be qanday ekan do'stlar? Ko'ringizlar, baho beringizlar. Qora bayroq shu. Sizni 500 so'm pulingiz bilan xarob qilib olmayman bo'ldi. Men olarman nima qitirgan qarashga. Mana gel. Hazırda baho bo'ldi. Ha, hozir 500 pul chiqib jarga sotdim. Sotmani uka. Aytganga hech kim sotgan emasam uka. Men buni men aytib qo'ydim-da, deyverchi uka. Men 45 dan cho'taman aytgan hech kim sotmaydi deb aytaman. Qashqa bo'ldi. Qancha berdi? 45 ming so'm. 43 ming. Mahmud, Erkek 1,5 ming pul uka. Sotmani shuni. Hechini qayirmay sotaver. Sotsang buni mart sot uka, buni. Bor ekan. Ey, ber mana shuni. Mahmud, sot ukam. Qarani men ozmaz isteb qo'yin o'shani. O'shani ozmaz isteb qo'yin. Hozir seni men olib, mendan olgan odamam sal rozi bo'lib ola turgan bo'lsin, o'shalar baraka qila turgan bo'lsin ukam. Balkim sen ham yeyinchi qila turgan olib qoladi. Ijolat qo'yib nima qilaversan? Yo, hozir bunandayda qar ekan, molni hozir yeyinchi kechib qo'yib, hozir olsa boqqonga, soyqonga, so'g'imga deb olishi mumkin hozir. Yeyinchi qilaman degan chiqadi. Yo, yeyinchi sezoni kelmoqdan. Erkek tayyorgan jorg'achi bu. Al biliyorsunuz dostlar, erkek urg'achi. Emin 42. Ha, urg'achi ekan dostlar. Suratim bo'lib turna shu. Raza aytib yetgan yeringga 1,5 ming suratim, 1,5 mingni men isteb qo'yaman shuni 1,5 ming. 2 yol tushib ketdi. Men qara. Ikkita kilo bersang berdik, ana bo'lsa. Hech so'm o'tib berasiz aytgan. Rostmi? Rostmi? Mahmud, ber ukam mana shuni. Vart ber biroq, qiyilmay, shart. Ol akada bitta qiyqirib aytbar ekan. Bor ber ekan. Bor. Ol akada. Bor ber ekan. 42 ming so'm ketdi dostlar. Realda bolalar ko'ringizlar. Qanchaga ketdi? Shuni berdim. Ne oldu? Bollek bir dağına mı? Boz. Qancha chiqdi? 91. 91 ga mi? 91 ming so'm. Janobi jil. Beken dostlar 91 ming so'm. Berib aytadi bunga. Neyse. Şunu ey. Okuma. 91 ming so'm. Bor bor. Endi o'qoy. Ber endi. Yerga aparat. Babani biz qo'ysak achchig'i kelyapti, o'zi qo'shdi. Bor bor ekan. Dostlar berib aytadi 91 ming so'm. Şimdi ber bop turib ketayım. Belki kaçça veririz. Oldu. Belki kaçça veririz. Ha bir bitkesin berek. Bar yoğun saf olur. Açığa mı lan bir? Yok öyle 72 ming so'm. Bunu 73 diyor. Size başka onu şaşpay vaqt var. Dostum sabır kılsak içine. Sabır kıl. İçine sabır kılıp geçsek 60 am sırayız. Sabır gerek o koç o. Az gün üstünde
Akam neler sesi bunda olganda to'xtab turdi. 55 mingdan so'rayman. Ve dost bir tartmay tasın. Yo'q, aka tortib aytamiz sizga. Mana shu 73 ming so'm berdim Mökönü. Do'kon abi. Şimdi bana aytmasang ham telefon tartib. Mana biz tartib yurmaylik. Bo'ldi aka, 73 ming so'm berdi do'st. Ola bulboy. Mana aka. Ola bulboy bu. Şimdi bulboy var. 73 ming so'm. Bak verdiğiniz akça verip de bağıldım. Anam bir içerek, onun asfalt falan böyle değil mi? Azı bereket deseniz tutsam şu verim. Anam bir yok. Bereket deseniz tutsana verim. Anam bir içerek oturup sana vermeyim. Verin. Olmaz öz bilmem. Ne koysam az koy gel. Yok lan 36.500'den var da. 36.500 so'm. Aka. Mana ikki tayga 70 ming so'm berib qo'ydi do'stlar. Razorlar verin. Bermaydi. Ben kişiden koyayım da arkadaşım. Beringe жақсы ба, сауыртмай. Жақсы ба болды. Cetele bakın, cetele tutan bir tek sizge çıkar. O köp ziyan getiriyor. Satılmayacak ha, şu satılmayacak. Göz taşlap ketedi ki, doğrusu taşlap ketedi. Beş soçan Vereme. Taza getir satıyor. 5 soçan. Az verdim aka. Milson yekavga 500'dan beri milson ben berdeyin aka. Milson deyince men bereyim. Men jo men holislab tuturam, men boyam sotib bu men selasini bilaman da buni endi aytish kerak yo'q bu. Senaga solmaysiz, hayotda olmaysiz aka. O ber aka, o. Aka. Bere bo'ldi. Aka do'stlar, janobi bog' bo'lgan toylar. Bermaydi. 71 ming so'm. Beringe жақсы bo'ldi aka. O'ta so'nim bo'ldi. Qancha bog' bo'ldi atgan shu? 75 ming berdim. 75 mingga bermaydi abi. 75 bir kaldı. 77 vergen şu tonda 7 dotat. Şunda da biraz sonra hoş geldin. Ben olur ben. Ularga dostlar, ko'ringizlar, bozorda bayqangizlar. Negizi toylar жақсы sotilayotgan negizi. Kaça verdiniz? Kaça? 2 ming o'tib beryapsizmi? 88 87 mi? 87 ming beribdi menga. 87 ming so'm do'stlar. Otni ko'ringizlarchi. Toy ekan hali. 87 ming so'm. 87 ming so'm. Dostum. Qancha ketdi ekan shunda? 89 ming ketdi do'stlar ularga. Olib sotardan o't dog'ol qorda jolmas do'stlar. Ustiga beraymi o'tadi? 2000 foyda yerim. 2000 so'm foyda. Mana aka do'stlar, qo'ldan qo'lga o'tdi. 91 ming so'm do'stlar. Mana aka. Sekirak adam bor. Ko'chaga chiqaverasan, ko'chaga chiqib haydaverasan, o'lmaga qoladi.
Qayerda ekan oti, ha? Bishkek ekan do'stlar. Oralasi Bishkek. Assalomu alaykum. Toqsir. Qanchada o'tasiz buni? 150 ming so'm. Ishi ulog'i bor, joq. Qora bayri bu? Telefon nomerni nima qilasiz? Qoldirasizmi? Aytingchi. 05 05 05 03 04 do'stlar. Bir aydamaysiz paka bir maytda. Qo'yib qo'ying. Ko'raylikchi. Qora bayir ekan do'stlar. Joq bo'lmasa olingizlar. Ko'kraklarni sizlarga tortib ko'rsatib beraman bir sira. Ulardan beri. Mana telefon nomerini olib berdi. Bor joyi bor ekan, eshidagi bor deydi. Saylardi? Ha, Taylar. 170. Qaysi? Buni olib, shuni 170 ming. Paradasi qanday bo'lib qolasan? Arlovskiy. Bob oldu? Bollek. Qayoqdan oti sonda? Abakan oti ekan do'stlar. Mana Ulug' Mirzo ham kelib qoldi. Ulug' aka qandaysiz? Yaxshi aka? Jasol yaxshi. Nima o'tkardingizlar? Ulug'da. Yaxshi. Otlar sotib oldingizmi? Absiz ekan. Mana ko'rchilarga holatini aytib qo'yman bir. Qanday? Bizning kanalda. Assalomu alaykum. Yaxshi narsalar tortilaysiz. Aha. Kanalga podpis bosingizlar. Yaxshi kanal ekan. Kelajagi bor kanal ekan. Mana aka do'stlar, bizning kanalga holatini aytdi. Sizlar bizning kanalga qattiq like bosib turingizlar. Sizlarga yaxshi narsalarni ko'rsatib beraylik. Rahmat sizga. Ishingizga egilik aka. Ishimga egilik. Alloh. Elning xizmatida yuraveradi. Qanchada o'tasiz aka siz? Otda. Qanday? Sizniki-ku, ko'tang. Buni qancha dedingiz? 150 ming so'm. Bulamazsizki parada. Yaxshi ekan. Sonda jash qanday qoladi sonda? Xunonda dedingiz-a? Telefon nomerni qoldirib qo'yinglar siznikini. Xo'sh, joqda deganlar bo'lsa, cholib boylanishib nima qilingizlar. Aytavering-chi? 05 bilan 16 22 26 nomeriga cholib ko'ringizlar. Boylanishingizlar, otlar joq qolmasa. 64 ming so'm bunaga. Navot bo'ldi degan. Bu qora bayroga bu shunda? Ha? Jash qanday qoladi shunda? 4 yaş. 4 jash ekan do'stlar. 50 ming dollar. Qanchaga berib aytasiz shunda? 65 ming so'm bo'ladi. 4 jash ekan do'stlar. Ulog'i bor, ha? Ulog' ishi bor ekan do'stlar. Bunaga 65 ming so'mga berib aytadi. Bo'ldi. Mana tamam, mana yerda ot bo'ldi. Qaysi ot bo'ldi aka? Shuni bilmay qoldim. Ha? Nima oldi? Qancha bo'ldi shulay? 50 ming so'm bo'ldi, ha? Arzon bo'ldi. Arzon bo'ldi, shunda o'la. Erkakmi bu? Erkak. Erkak ekan, 50 ming so'm do'stlar. Boshqasi bor ekan. Mana do'stlar, mana shu qulunga 61 ming so'm berib qo'yibdir. Berib aytadi. Mana bog' bo'ldi. Real dubalar ko'ringizlar. Mana 61 ming so'm. Mana do'stlar, bozorda ko'ringizlar, bayqangizlar, bilingizlar. Bizning kanalni qo'llayverasizlar, like bosib turingizlar.